Yo, barcha salom sizlar bo'lishadirim. Bugungi videoda men sizlar bilan do'stlar haqiqiy dahshat bo'lgan modda o'ynayman. Bu oddiy mod emas. Bu haqiqiy men Minecraft'ni 20 martadan ko'p otib yubordim shekilli. Lekin men ham qiyinchiliklarga qaramasdan baribir Minecraft'ga kirdim. Do'stlar, yo'l o'zim tasavvur ham qila olmasam, men necha marta Minecraft otib yuborganiga hozir do'stlar do'stlar aytgancha nima skiningiz yo'q, skiningiz bor-ku deydiganlar diqqatiga. Do'stlar, shunchaki skinim havoga uchdi. Mana shu modni yuklayman deb. Do'stlar, iloji bo'lsa sizlarga kontent chiqarish uchun shuncha harakat qilayotganim uchun kanalga tirs obuna bosib tashlaylar do'stlar. 5 tagina qo'ygan axir 80 ta bo'lishiga. Tezroq 80 ta bo'lib keyin 100 taga ham harakat qilarmiz. Qachondir. Do'stlar, bu dahshatli mod shunaqaki kechqurun sizlarga shunaqa yomon maxluqlar hujum qiladi. Sizlar shunchaki buni nimaligini bilmay qolasiz do'stlar. Kechqurun tushganda ko'rsataman do'stlar. Bugungi video sal uzunroq bo'lsa kerak, yana bilmadim. Do'stlar, hozirroq kuchayishni boshlashim kerak do'stlar. Sababi u mod shunaqangi qo'rqinchli. Unchasi emas do'stlar. Shuning uchun ham hozirroq do'stlar, men bugungi videodan maqsadim bir tun uxlamasdan shu qo'rqinchli narsaga qarshi chiqish do'stlar. Kechqurun bo'lsa o'zim ko'rsataman. Agar mod rostdan ham qo'shilgan bo'lsa, men aniq qo'shilgan. Chunki men uni olamiga kirdim, olamdan bir ikkita narsa qildim, fantastikalar qilib do'stlar. Bir nima qilib baribir shu olamni yaratdim. Lekin o'zi ham bu mod chakki emas. Rasmlardan ko'rganman faqat, lekin do'stlar yomon modligini men yaxshigina tushunib turibman. Sababi do'stlar, rasmlardan bilinib turgandi qanaqangi qo'rqinchliligi. Kechqurun bo'lsa hammasini ko'rib olasizlar o'zlaring o'z ko'zlaringiz bilan. O'zi video olyaptim. Shuncha paytda bekor do'stlar video olinyapti. Do'stlar, rostdan ham juda ham qo'rqyapman. Bir ikkita zarbada o'ldirib tashlaydigan bosslar bo'ladi. Agar men maksimum kuchaymasam, hozir temirlar topib, shitlar yasab kuchaya olmasam, men do'stlar o'lim degani. Millionga javob o'ylaman. Bu dahshatli mod. Men Telegram kanal ochaman yaqinda do'stlar. Keyin mana shu modni bu yerga tashlab qo'yaman. Kimga kerak bo'lsa shu yerdan olaversin. Do'stlar, hozir hammasini tushuntirib beraman. Men nima chekizlikdaman? O'zim tushunmadim do'stlar. Xullas do'stlar, men muammo bo'lmaydi deb bir stak uladim. Mana bunaqangi toshdan va pechka. Uncha bunaqangi ovqat bor, lekin ko'mir yo'q do'stlar. Mayli, topilib qolar. Do'stlar, hozirgacha ancha payt o'tdi. Demak, kechqurun bo'lishi, yaqinlashib qo'ygan bo'lishi kerak. Kechqurun bo'lishi kutib o'tiribman. Bu yerda qayerdandir zombi go'shti. Mayli, miz qilib qo'yibman. Bironta daraxt bormi? Hamma daraxtni ishlatib qo'yganman. Mayli, tupurib qo'yganim bor. O'zi bu olam baklangan ekan do'stlar. Salgina bitmagan modda o'ynayapman, shuning uchun ham yana ayniqsa bir oy ichida bitishi kerak bo'lgan bu mod men oldindan o'ynayapman. Sababi men kontent chiqarishim kerak do'stlar, sizlar uchun. Hammasi do'stlar.
Do'stlar, men hozir bir ikkita narsalardan keyin ozgina paytdan keyin ko'rishamiz do'stlar. Sababi video uzun bo'lib ketishi mumkin. Do'stlar, oradan uncha ko'p vaqt o'tgan yo'q. Lekin jinnixona boshlanishga sal qoldi. Sezyapman hattoki ovozlar. Bu jo'nya emasa bo'larkan, qanday dahshat. Yo, qorong'i chiqmagan bo'lsa keyin yog'ishi mumkin. Do'stlar, kechqurun bo'ldi. Bu oddiy zombi. Lekin su zombisi qachon ko'rdingsiz? Mis tushdi, pishirilgan. Do'stlar, hozir bir pasdan keyin mana shu oddiygina zombilar ham dahshatga aylanadi shunchaki. Yoki bitmagan bu mod bo'lganligi uchun unchalik ham dahshat bo'lmaydi. Men bitmagan modda o'ynayotganimning sababi ham shuda. Nima shuda? Xullas do'stlar, men kep inventorga yoqmayman. Shuncha ham o'lib ketmayman. Kep inventorni qanaqa yoqishni bilsam kerak, yana bilmadim. Menimcha u mana bunisi adashmasam. Ha, mana. Adashmasam mashinalardan bittasi. Nima cheksizlikdami? Mashinalardan yoqiladi kep inventor. Yo'kida mashinalarda yoqlar nima bo'lsa ham. Menimcha bu hozir kep inventorda yoqmadim, lekin mayli. Do'stlar, jinnixonaga xush kelibsizlar. Hozir hamma ko'rgan moblar bu yolg'on ekan. Hozir hammasi shunchaki dahshatga aylanadi. Dastlab shunaqa bo'lishi kerak. Agar shunaqa bo'lmasa, bu video YouTube'ga chiqmasa ham kerak, yana bilmadim. Bironta ham mob yo'q. Do'stlar, baribir bu moblarni o'zim izlasam ham baribir sizlarga ko'rsatishim kerak. Mana to'lin oyda chiqadi deb yozib qo'yilgan edi. To'lin oy chiqqan. O'zi Minecraftda o'zi har doim to'lin oy bo'ladi. Bilgan bilsalaring, bilmagan bo'lsalaring kanalga obuna bo'lib bosib qo'yinglar. Sen qayerdan kelyapsan? Do'stlar, lekin hech qayerda ko'rinmayapti. Men izlayotgan moblar. Men hozirgina voy ahmoq. Men hozirgina bitta narsa qilib, mana shu hamma moblarni o'chirib qo'ydi. Bu ana moblar birdaniga spawn bo'ldi. Adashmasam uncha ko'p vaqt ketmaydi ular ham dahshat bo'lishiga. Faqat iloji bo'lsa men qulab ketmay. Ustimdan kulyapti bu Minecraft ham. Menimcha bu mod sababidan 20 martadan o'zi oshiq otib yuborgandek bo'ladi. O'zi bu mod qo'shmaslik kerak deb. Просто content dedim. Bale. O'zi mod yoqilganmi, mod qo'shilganmi degan bitta savol bordi mana. Mod qani? Mayli, baribir men modga kirdim men. Menimcha hozir tushsam hamma moblar dabdaba. Mayli,
do'stlar. Muhimi hoziroq cheklikka o'tamizda. Men sizlarga uni hoziroq ko'rsatmasam bo'lmaydi. Men adashmasam u modni qanaqangi moblar qo'shishini bilaman. Zombi narsalar emas. Qanaqa moblar? Do'stlar, men tuxumlarga unchalik yaxshi e'tibor bermayman, shuning uchun ham bo'lsa kerak. Unchalik tuxumlarni ajrata olmayman. Bu nimalardiki? Bu nima elay? Ya, o'zimni o'dim. Mana. Men bilardim qo'shganimni. Aniq ayta olamanki, do'stlar, sizlar buni ko'rmayapsizlar. Do'stlar, sizlar shunchaki bunga qaranglar. Bu hozirchalik oddiy, lekin sal vaqt o'tishi bilan u shunchaki dahshatga aylanadi. Lekin bu bittagina emas. U yordamchilarni ham chaqira oladi. Lekin o'sha yordamchilarini shunchaki paydo qilsa ham bo'ladi. Qilamanki, yo'q, ichki yo'q. O'zi bu jonni juda tegmaydi. Qo'yib Messi menga tegmayapti. Axir o'ldirib tashlashga o'ldirib tashlashim meni. Video ham buzildi. Do'stlar, video oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosinglar, obuna bo'linglar. Muhimi, men uni sizlarga ko'rsata oldim. Hoziroq do'stlar, kanalga obuna, like bosib qo'yinglar.